Assalomu alaykum agrar jamoasining aziz muxlislari. Bugun mana biz Bavariyaning yuqori Bavariya tumanida bir xo'jalikka yetib keldik. Bu yerda faqat semental sigirlar boqiladi. Semental sigirlar, semental buqalar. Sizlarni qiziqtirgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Hozir kirib kelishim bilan xo'jalikda bir qiziq holat bo'ldi. Ya okay. Good. Passt schon. Jamoamizdan Ismoil boy har doim aytib o'tadigan narsa, sigir tuqqandan keyin buzoq 3,5 soat ichida deymi, og'iz sutini ichgan bo'lish kerak. Chunki buzoq himoyasiz dunyoga keladi degan narsani guvohi bo'lib turibmiz. Hozir bular video olishimiz, boshqa narsalarga ham qaramasdan o'shanga qarashimiz kerak hozir deb ichkari kirib ketishdi. Xo'sh, mana sigirlar o'ng tarafda kirganimizda aniq sonini bilmayman, 60-70 tacha bo'lsa kerak. Hammasi semental sigirlar, zotdor sigirlar. Adashmasam 40-50 yildan beri o'sha nasl kitobi yuritiladi. Sigirlarni sutdorligi, sutning ichidagi moddalarni miqdori, keyin sigirni nasl nasabi, tug'ilayotgan buzoqlarning nasl nasabi alohida kitobga yozib boriladi. Bunaqa bet xo'jaliklar mana bu naslchilik xo'jaliklar deb yuritiladi Germaniyada. Ana shunaqa xo'jaliklardan bittasi. Mana bu tarafda sigirlar, uzoqda ko'rinib turgan sut sog'adigan robot. Hozir xo'jalikning egalari o'sha yerda boya yangi tug'ilgan buzoqni tashvishida yurishibdi. Mana bu shu yaqinda hozirda tuqqan sigir sutini sog'ib olishyapti. Sigirni yaqinda hozir tuqqanligini robotning o'zi boyagi qulog'idagi transponder yoki nima deydi, qulog'idagi nomer orqali biladi. Chunki bu sigir sun'iy qochirilganda ma'lumotlar berilgan. O'sha ma'lumotlar robotning asosiy bazasida saqlanib turiladi. O'sha 9 oy 10 kun atrofida hisoblagandan keyin robot agar sigir yana boyagi qochirishdan tug'ishdan oldingi davr o'tib sigir yana sog'imga keladigan bo'lsa, demak bu tug'ibdi degan ma'noda suti alohida sog'ib olinadi. Mana bu chelaklarga og'iz suti keyin shu buzoqning o'ziga beriladi. Wie war die Abkalbung? Hallo. Allein? Was ist mit der Milch, was übrig bleibt? Speicherst du irgendwo oder lagerst du irgendwo? Ja, Hexensee, es bleibt ganz viel übrig noch. Dann kommt es mal Fröder rein, aber die gibt es auch nicht. Og'iz suti juda muhimligini ko'rsatadigan video. Mana shu xo'jalik rahbarlari, eri ham, xotini ham shu narsani ustida o'tirishibdi hozir. Hozir sut bermayapti deyapti. Wie viel Kühe hast du? Melkhände jetzt im Stall? 62, glaube ich. 62 ta sigir bor ekan. Stallda shuni? 1000 nicht ganz. Nicht ganz 8 ming atrofida. Bu xo'jalikda sun'iy qochirishda natijalarimiz juda yaxshi. Shu 8 ming litr o'rtacha sut sog'ib olinar ekan. Agar sigirda layston unchalik katta bo'lmasa, ya'ni mahsuldorligi uncha ko'p bo'lmasa, kasalliklarga uchrashi ham kamroq bo'ladi, samaradorligi ham yaxshi bo'ladi sun'iy qochirishda. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Hier sind die Trockensteher. Buni oldin ham aytib o'tdim shekilli. Homila tug'ishga tayyorgarlik ko'radigan sigirlar. Wie lange sind die da? 2 Monate bleiben die, oder? Ja, nicht ganz 6 Wochen. 6 hafta turishar ekan tug'ishdan oldin. Und hier sind die Mastkälber, oder? Das sind ein paar Mastkälber, ja. Wie schwer sind die jetzt so in solche Größe? 150, 200? Ja, 200. 200. Ja. Wie viel hast du hier? 14. Hozir mana bu xo'jalikni o'zidan. Sind alle von dir, oder? Ja.
Xo'jalikning o'zidan chiqqan erkak buzoqlar alohida boqiladi. Bu qo'shimcha daromad manbai sifatida ko'pgina xo'jaliklar sotib yuborishadi. In welchem Alter verkauft man die männlichen Kälber normalerweise? Momentan 8 Wochen, oder? 5 Wochen, 6 5 Wochen. Wochen, 6 Wochen. 80 Kilo. 5-6 haftalikda 80 kilo vaqtida sotishadi. Wie sind die aktuellen Preise, weißt du? 5 Euro das Kilogramm. 1 kilosi 5 eurodan ekan hozir. Hozir buqani u erkak buzoqlarni sotadigan bo'lsa, Lebendgewicht edi. Tirik vazni 5 euro atrofida sotilar ekan hozir. 80 kilo 400-500 euro atrofida sotiladi. Mana bu joy eski sigirlar turadigan og'il molxona bo'lgan, hozir o'zgartirilib. Was sind da hier jetzt? Das da hinten sind männliche und weibliche Kälber gemischt. Aha. Und da sind normale Kälber hier drin, wenn es zum Abkalten ist. Videoga olayotgan vaqtimiz telefon bo'lib qoldi Ismoilboydan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelin kelganda pul berib tushiramiz sizda endi, o'zingiz tushmaysizmi? Ha. Qanday? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Ismoilboy xo'jaligi rahbari bilan gaplashib turgan payti buzoqlardi bir. Bu yerda erkak urg'ochi buzoqlar saqlanar ekan. Wie lange bleiben die hier? 6 Monate. 6 oygacha shu yerda turishar ekan. Dan keyin die raus, oder? Undan keyin tashqaridagi molxonaga chiqadilar. 3 Monate. Super. Also quasi neben der Milchkühe, dann haben sie sich auch dann. Hast du schon mal zusätzlich irgendwelche Kuh oder was kaufen müssen? Bis jetzt? Na, oder? Du nicht? Nein, wir haben selber so viel nach. Das ist mehr, wir haben halt letztes Jahr ein paar Stierkabeln gekauft, aber das waren ein paar einzelne. Nur zusätzlich zum Messen, weil du den neuen Stall gebaut hast. Ja, da haben wir da angerufen und haben gesagt, ob wir Stierkabeln brauchen, da haben wir alles genommen. Shu vaqtgacha hech qanaqa tashqaridan mol sotib olmagan, faqatgina yangi molxona qurganligi uchun boya bo'rdoqiga boqilayotgan buqalarni uchun yangi molxona qurganligi uchun bir ikkita erkak oldik. Ular bir odam taklif qilib qo'ygani uchun deyapti. Qolgan necha yildan beri shu yerda ishlasam, hali umuman tashqaridan urg'ochi mol olmaganman, o'zimdan chiqadi hammasi deyapti. Oldin biyod bir ko'p chiqay. Ha, xo'jalik kiramiz. Den genau, gehen wir rein. Hier haben wir Kalbinen. Bu yerda xonajillar. Dem, ach so, die sind kalt. Xonajillar. Aytib ketaverim, tushuntirib. Sind die Kalbinnen? Demak bu yerda Buqachilik narigi tarafda yana bitta ha, demak bu kishini buqachilik bu yerdagi olboqa emas, hali xonajillarimiz ekan bu kishi. Mana shu Otayor do'stimiz qochirgan mollar bilan wie alt sind die? Die sind jetzt noch Januar geboren. Hä? Januar geboren. Aber die Ich können eigentlich jetzt. zum Schlachten. Die ersten 4, die haben wir nicht besamt oder die sind nicht, war der Zwitter dabei. Die drohen dann alle. Warum hast du das nicht besamt? Also, weil wir nicht so viel brauchen oder weil Ja. wir es vielleicht sind sie gekommen zum Rittern. Ja. Und dann haben wir es einfach ausgemustert auf Deutsch. Ah, okay. Demak bu akamiz mana bilan ko'rish mumkin. Hali bir yil ham bo'lmabdi bilan unaqa to'lganiga. To'g'ri tushundimmi? Otayor? Das ist Januar geboren, oder? Letztes Jahr. Oder dieses, Nein. beziehungsweise. 2 Jahren, oder? 21. Ah ja, dann ist es 21 Monat. 21 Monat. Ja, ja. Bo'pti 21 oylik ekan. Xonajillarimizni ko'rinib turganimiz, bu kishi qochirmabdilar-da. Birdan boqishga, go'shtga boqib yubordilar. Endi ko'rishingiz mumkin. Bu ratsion ham o'zimizda qilsa bo'ladigan ratsionda. To'liq unaqa bo'lyapti. Shuning bilan shunchalik darajada semirayotgan ekan. Was hast du alles drin hier? 160 Kilo Heu Ja. oder Vogelheu. Also, wie sagen wir das? Vogelheu. Ja, verstehe. Ja. 150 Kilo Stroh. Ja. Und dann eine Maissilage, Grassilage. Okay, und eine Kraftfuttermäßig? 70 Kilo Raps Ja, und 10 Kilo Getreide. das war's alles, oder? Und Melasse.
Demak, bu yerda asosan o'sha barcha tug'ilgan buzoqchalarni shu yerga kirib keladi. Erkagi ham odasi ham kirib keladida. 6 haftadan keyin, 8 haftadan keyin. Ha, 8 haftadan keyin. Sen wie lange Milchfütterung? Der Kälber? Ach, nur 8 Wochen. 10 Wochen höchstens. Höchstens. Zwei Saison, ja gut. Wir haben es auch der Matze, die weiblichen. Ja. Die werden halt dann auf 10, ich glaube auf 10, 11 Wochen werden es roh trinken. Ja, Ja. 10 Wochen. Demak, sut bilan oziqlantirishi asosan sem 10 bilan 11 haftalik ekan. Undan keyin mana shu yerga keladi va oziqlantirishga kirishib ketadi. Bu bosqich olib boriladi. Yosh kattalashgan sari mana boshqa boksga o'tadi. Shunaqangi aylanma sikl qilingan. Demak, aylanib, mana bu yoqqa sekin kelgandan keyin, ma'lum bir yosh ketgandan keyin qochiriladi. Wie alt sind die erste Besamung? Wie alt sind die dann? Oder wie viele Monate? 16, 17 Monate. Asosan 15, 16, 17 oylik oralig'ida mollar qochiriladi. Keyin bu yerdan bo'g'ozlari sog'in sigir ketadi. Bo'g'oz bo'lmaganlar boquvda qolib, go'sht bo'lib chiqib ketadi. Bo'g'oz bo'lmaganlari ham bo'larmikan bu bet? Yo'q, u kishi o'zlari qilmaskan ataylar bo'g'oz. Ya'ni qochirmasganlar, sababi mol juda ham ko'payib ketganligi uchun xo'jaliklari faqatgina 70 ta mol sog'ishga imkoniyati borligi uchun hammasini ham qochirmaskan. Eng keraklilarini qochirib qolganini go'shtga.